Assalomu alaykum. Qadrli Hunarmand TV YouTube obunachilar. Mana yana bitta ishimizni tugatdik. O'rnatishni qoqib berdik faqat. O'rnatib bering uстановkasini. Bu ishimiz Shahrisabz shahrida bo'lib o'tdi. 2024-yil 21-marta. Bu xonamizga keladigan bo'lsak, o'sha ikkita xona bo'ldi. Bu xonamiz rasmiy 690 ga 315 xonaga bo'ldi. O'rtadagi sanatishni faqat. O'sha material ichida 150 mingdan tortib beramiz. Joylarni taxlashgan ekan, o'zimiz kelib o'lchab razmerlarni olib 3 kunda ustanovka qilib berib ketdik mana. Hozir yana bitta xonani ko'rsatamiz. Mana keyingi xonamiz. Hali patologik stresslar yurilmagan. Bu xonamiz o'sha 4 o'nga 5 o'nlik xonaga bo'lgan. O'rtadagisi o'rtasiga qilib berganmiz faqat natijani. Buni ham kvadrati 150 mingdan bo'lgan. Qashqadaryo, Surxondaryo bo'ylab xizmat ko'rsatan, ob'em ko'proq bo'lsa boshqa viloyatlarga ham chiqaveramiz. Kimda qanaqa savollar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bemalol qoldiring. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Shunaqa ish qildirmoqchi bo'lgan tanishlaringiz yoki bo'ladigan bo'lsa, yo'l yuborish tugmasini bosib qo'ying. Podpiska bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.